Azizlarim, har bitta insonning hayoti bir katta tarix, narrativ deyiladi. Kelinglar, men o'z boshimdan o'tgan bir hikoyani, o'z boshimdan o'tgan bir hodisani gapirib beray. Taqdir ekan. Taqdir. 10 yoshimda oyijonim qazo qildilar. 11 yoshimda dadajonim o'ldilar. Yetimlik. Yetimlikning sho'ri og'ir bo'ldi. Lekin men kayfiyatim tushmadi. O'zimni yo'qotmadim. O'rta maktabni bitirib, bilim yurtiga o'qishga kirdim. O'qish yaxshi. Bilimlarim ham, egallagan bilimlarim ham joyida edi. Ta'tillar boshlandi. Yonimdagi do'stlarim ketib qoldi. Men ketmadim uyimga. Chunki avtobusga to'lashga pulim yo'q. Ular faqat 3 kundan keyin 4-kun qaytib kelishlari mumkin edi. Pul topish kerak. Mardikor bozorga bordim. Lekin bayramda kim ham ish qilardi? Hech kim kelmadi. Birinchi kun o'tkazdim. Azizlarim, birinchi kun yeyishga non yo'q. Ikkinchi kun keldi. İkinci gün ham hech kim yo'q. Menga ish beradigan odam yo'q. Biron marta 2 kun, 2 sutka och yurganmisiz? Boshingizdan o'tganmi shu narsa? Qiynalib ketdim. 3-kun ishga chiqdim. Afsuski yana ish yo'q. Qaytib kelyapman. Sovuqqa chidasa bo'larkan, lekin ochlikka chidash qiyin ekan. Ochlikka chidash qiyin. Keldim, bekatga keldim. Avtobus kutyapman. Bunday qarasam, skameykada bir kampir o'tiribdilar. Etmon charchagan bo'lsalar kerak, mudrab turibdilar. Yonlarida sumka. Sumkani og'zi ochiq. Bexosdan ko'zim tushib qoldi. Sumkada bir bog'lam pul. Hech kim yo'q. Bekatda hech kim yo'q. Kampir mudrayapti. Shunda xayolimga keldi. Ochman, yalang'ochman. Sovuq. Nima qilib olsam ozgina pul. Qo'limni cho'zdim. Pul olishga qo'limni cho'zdim. Shu payt qulog'imga bir ovoz eshitildi. To'xta. To'xta. Bu ovoz dadamning ovozlari edi. Rahmatlik dadamning ovozlari edi. To'xta. Ochlikdan o'lsang ham birovning puliga, birovning moliga xiyonat qilma. Qo'l cho'zma. Halol mehnat qil. Halol mehnat qil, o'zi keladi degan ovozlar qulog'imga yangradi. Qo'limni tortib oldim. Kampir uyg'ondi. O'g'lim, avtobusga keldingizmi? Ketishga dedi. Ha dedim. Endi kech bo'lib qoldi. Yaxshisi yuring dedi. Mening o'yim bir ozgina nariroqda, shu mening yuklarimga yordam bering. Yosh yigit ekansiz, charchadim dedi. Yuklarni ko'tarishib uygacha bordik. Duo qildi. Ilohi amin. Sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxt saodatli bo'ling. Har doim qiyinchilikka uchraman. O'zi qo'llab-quvvatlasin. Ilohamin Alloh deb duo qildi. Qaytdim. Qornim ochdi, lekin xursanddim. Nima uchun? Chunki birovga yordam berdim. Birovning og'irini yengil qildim. Xursanddim. Piyodalab keldim. Ancha kech bo'lsa ham uyimga piyodalab keldim.
yotoqxonamga piyodalab keldim. Bunday qarasam, ko'chaning boshida uyimizga yaqin, xonamizga yaqin joyda bir kishi turibdi, qo'shnimiz. Kecha uyda to'y bo'lgandi. Haligi kishining qo'lida so'mka, qandaydir haligi dasturxonga o'xshagan narsa. Yonimga kelib, assalomu alaykum desam, va alaykum assalom. O'g'lim xafa bo'lmaysizmi? Siz talabasiz. Kecha biz to'y qilgandik. Ancha nonlar qolib ketdi. Mana shu bir 5-6 ta patir bor. Shuni olmaysizmi? Sizlar ko'pchiliksiz, talabasiz. Mana shu zoya bo'lmasin o'g'lim, shu nonni oling dedi. Men ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Nonni olib rahmat deb uyga keldim. Ko'z yoshlarim oqib ketdi. Umrimda bunday shirin nonni yemagandim. Xursand bo'ldim. Baribir mukofot bor ekan. Qandaydir yaxshilik uchun mukofot bor ekan. Kampirim duosini oldim. Shunday bir xulosa chiqardimki, insonda sabr toqat bo'lish kerak ekan. Insonda odamlarga faqat yaxshilik qilish kerak ekan. Yomonlik hammaning qo'lidan keladi. Lekin o'sha paytda o'zini to'xtata olish, hayotning mazmuni va maqsadi nimadan iborat ekan keyinroq tushunib qoldim. Lekin o'sha paytda o'zimga kuchim yetganiga hozir ham xursand bo'laman. Chunki inson bir marta xato qilsa, ikkinchi marta, uchinchi marta bu odatga kirib qoladi. Yomon yo'lga kirish oson, chiqish qiyin. Shundagina hayotning ma'nosini, mazmunini tushunib qoldimki, faqat yaxshilik qilish kerak ekan. Men uni o'z hayotimda, o'zimning taqdirimda ko'rdim.